Ko'plar meni yaxshi taniydi. Men siz bilgan o'sha tishaman. Ikki gapning biriga oshna. Tuxumdayin kulgu qo'shaman. Ergashib men dadamga doim kuldirishga beraman ko'mak. Hech ajratib bo'lmas bizlarni. Dadam tuvak, men esa sumak. Qanday otib qahqaha. Qahqaha, qahqaha. Charchab ketdi dadam, odam. Har kun shu Damas'ni taramiz. Shu Damas seni qo'lingga tushsa, bu joyni pacha qilib kelasan, yo'qsa biror joyni buzib kelasan. Teginma shu mashinaga sen. Teginma bugundan keyin. Men aybdorman, ha? Men aybdorman, ha, dada? Kim aybdor bo'lmasa? Shu uchun bir kishi minish kerak bu Damas'ni. Boshqa kishi mingandan keyin boshqa odam qo'liga o'rganib qoladi, qayerdir buzilib keladi. Nuqulsiz minib kelgansiz keyin mana shu tarishdan ortmaymiz. Men emas, siz minmang, dada. Xuddaran ko'k jigulingizni mingani bosib minasiz Damas'ni ham. Ko'k jigulni gapirma. Ko'k jiguli menga qo'shni Gulini eslatadi-ku. Ko'k jigulimi? Inamni eslatmaydimi mabodo? Traktorda minsam, inangni eslatadi. Chunki inang o'sha traktor bilan birga kelgan. Radonga ham traktorda olib borganman. Lekin inang traktordan ham meni rashk qiladi-da. Traktor tagidan chiqmaysan, yotaverasan, indamasa uyga ham kelmaysan. Kechira alaqsab chiqar ekanman inangni aytishiga qaraganda. Nima deb? Sukurga kirmayapti. 3 ga kirmayapti. 4 ga kirmayapti. Ha, to'g'ri-da, dada. Ha, oldin uni 1 ga kirgizadi, keyin 2 ga 3 ga kirgizadi, skorosti, dada. O'g'lim, lekin mana shu Damas'ni olganimizdan beri biron joyga bir yangi zapchas qo'ymadik. Joni toshdan ekan buning, joni qattiq ekan. Oling zapchas ham qimmatda, ot kallasi qimmat. Nima qilasiz? Olish kerak-da. O'zi Damas'imiz bor-ku. Olganimizdan beri 2 martalab pulini chiqarib yubordi-yo, dada bu. Qimmat bo'lsa ham olsak arziydi. Arziydi, lekin zo'r mashina ekan. Voy, o'zbek bob mashina ekanda. Dehqon bob mashina ekan. Bu non topar ekanda bu mashin. Qara o'zi shu uchun buni bulkanon deydik. Ha, bulkanon deydi. Qani tur, ket. Tur. Yana men taramanmi dada? Shuncha joygacha tarib keldim. Endi sizni tarimay rulda ushlay. Sen shaqacha aytgan bo'lsang, men shuncha yildan beri. Bo'ldi. Ya'ni gapirma. Bo'ldi. Tur bo'lmasa. Bo'ldi. Hadi.
ota bolalar. Nima bo'ldi? Mashina buzildimi deyman, ha? Skordan skorga o'tmayapti, qotib qolyapti. Charchab ketdim shundan. Mol egasiga o'xshamasa, harom bo'ladi degan eshitganmisan? O'zingga o'xshabdi-da. O'zi ham qotib qolgansan-ku. Pul sarflashtirish kerak jo'ra. Qara mashinani, qara. Bunga ozgina zapchas qo'yish kerak yangi. O'shanda mahkam yuradi. Qotmasdan yuradi. Shu uchun ustaga olib ketyapmiz-da. Bo'pti, ko'p aql bo'lma. Qachon qarama, o'g'ling shatakka olgan, ustaxonaga yugurgan. Qachon qarama sen itarib yurasan. Buni yangilash kerak, jo'ra, yangilash kerak. Buni sotganda shatta yangisini ol, qo'y. Mana bunlardan ol. Legenda. Biron joyi tiq etmagan, jo'ra. Ixtiyor aka, bu mashina minsangiz tiq etadi-da. Minmagandan keyin tiq etadimi? Qachon qaramasa, uni yalab, yulqab yuvib o'tirasiz. Bilasan, men mashina uchun haydashni bilmayman. Keyin minadi ko'proq. Shunga dadasi mashina tozaroq tursin, yuvib qo'ying, tozalab qo'ying deganiga, shunga yuvib tozalab qo'yatdim. Legenda deysizmi? Nimasi legenda? Ixtiyor aka, mana legenda, mana. Zavod ochilgandan beri faqat shu bitta mashina o'zini tuzilishini o'zgartirmadi. Ha? Hamma ish qiladi bu. Ichki ishlarda ham shu, organlarda ham shu, skoriyda ham shu, Hajarda ham shu, hamma joyda shu mashina. Shu mashinada, shu mana shu mashinada qaysi mashinalarsiz xalqiga xizmat qildi? Sen buni sotda monodimi? Ha. Legenda, mana legenda. Legenda deysan, o'tan qarab turibman. Mashinani parasini o'chirib qo'ygansiz oldini. Nima? Mana bu parani yoqsang bo'ladi-ku mana. Mana buni bunday ko'tarib qo'yasan-da. Yonmayapti-yu. Yonmaydi u. Kuygan lampochkalarni olib tashlaganman. Nimaga kerak o'sha? Chakka burilganni yoqasan. O'ngga burilganni yoqasan. Birontasi senga yo'l ko'rsatsa, rahmat deb svetni o'chirib yoqasan. Damasga nimaga kerak u lampochka? Damas xohlagan joyda to'g'lab, xohlagan vaqtda yurib ketaveradi bu. Emas, hech kimga rahmat ham demaydi, birovdan uzr ham so'ramaydi. Faqat professional shopir bo'lsangiz bo'ldi bu mashina uchun. Bo'pti, vaqtimiz doma bizardi. Mana usta ham ketib qolmasin. Ko'rdik, zo'r legandang bor ekan. Legenda emas, legenda. O'shadan nima bo'lsa ham. Bizga mana shu Damasdan yaxshisi yo'q. Biz uchun legenda mana shu legenda. Eshityo'bek. Yuraveringlar shunaqa ota bola. Legendalarni itarit. Xo'p. Tushunarli aka. Bu motoringizni qarang aka. Yorilib ketibdi mana bu. Kabellarni bir-biriga yopishib ketyapti. Mana shilyonkalaringiz ham osilib yotibdi aka. Bu mashinada qanaqa qilyapsiz? Buni bir ikkita zapchastlarni almashtirish kerak. Usta, endi zapchastlarim qimmatda, ukajon. Ishim to'xtab qoladi. Shuning uchun o'zim tuzatib bering menga. O'zini. Menga qarang aka. Men o'zini tuzatib beraveraman. Yana bir haftadan keyin qaytib kelasiz. Shunga mana shu zapchastlarni, ehtiyot qismlarni yangilarni olib bering aka. Qo'yib beraman. Yana yangidek qilib meni yuraverasiz aka. Yangisini olib beraylik dada. 5-6 yil minamizda. Mana o'g'lingiz ham tushunib turibdi. Olib beringlar, yangisini men qo'yib beraman. Shu keyin mashinani yangidek qilib meni yuraverasiz. Bo'ldi, bunisi yangi olib beramiz. Mana shu ketadigan ehtiyot qismlarda aka. Hozir ichkariga kirasiz, yozib beraman, olib kelib bersangiz qo'yib beraman. Qani? Olib beraylik dada. Olamiz. Hozir jonga tegdi. Itarib o'rib, buni itarib o'rib. Nechta narsa olish kerak? 6 ta zapchast olish kerak ekan. 6 ta. Qayerdan olamiz endi?
Qayerda olamiz? Do'konda olamiz endi. Nima gap aka? Mashinamiz, Damasimiz buzilib qolibdi. Shunga usta zapchasi yozib berdi. Zapchasini ham otib kallasi qimmat. O'g'lingizmi? O'g'lim, Gapirsam bo'ladimi? bemalol, ha? Sizga yordam berish yo'lini bilaman. Faqat og'zingizlar mahkam bo'lsa. Erkakmiz uka. Ha, ye. Birovga bu gapni birovga yetkazadigan odatimiz yo'q. Qanday yordam berasiz? Mana shu zapchastlarni hammasini yarim puliga sotadigan joy bor. Xohlasanglar o'sha yerdan olasizlar. Shular bormi sizda? Yo'q. Qani? Shundan gapiring. Muammosiz hammasi bor. Yangi. Arzon. 2 baravar. Olamiz. Olaylik. Olaylik. Qani? Ketdik. Aniqmi? Chetga o'taylik. Qog'ozdagi eskilar. Mana bu yangilari. Qog'ozdagi, ha? Hammasi shu yerda. Aniqmi? Iya. Bu nima deganingiz? Jo'gam-ku buni. To'g'ri, jo'g'am. Hozircha shuni olib turing. Yana 2 kundan keyin xudo qolsa, ozgina ishlab ketirib beraman. Ha, 1-2 kun tirikchilik qilaylik, shu kelishilgan narxni qolganini ketirib beramiz. Albatta. Bizni tirikchilik nima bo'ladi? Ha? Men bir o'zim emasman, rahbarim bor, mexanik bor. Nechta odam bu yerda? Keyin men bu zapchastlaring ishlaydimi, yo'qmi? Ishlamasa, boshqa topishim kerak. Bo'lmasa tuzatishim kerak. Bu hammasi pul. Biz deyapman-ku. Ha? 2 kun ishlaylik, tirikchilik qilaylik, albatta ketirib beraman uka. Birovni aldash qonimda yo'q. Aldab ketsinlaring-chi. Qonimizda yo'q aldash. Chingachik bitta gapiradi aka. Erkakmiz, hammamiz ukajon, ishlashak. Faqat churq etmanglar, oramizda qolsin. Kutaman aka, kech qolmasin. Bo'ldi. Bo'ldi ukajon. Baraka toping. Barakasini bersin topingiz. Ish qilib to'g'ri ish qilyapmizmi? To'g'ri qilyapmiz dada, to'g'ri. Bularda ko'p qo'yaveradi o'rniga. Ketdik. Ixtiyorboy, nima bo'ldi bu yegandanga? Yangi zapchasadan qo'yish kerakda, jo'ra bunga. Eskisi chirib, to'kilib qolguncha yurmasdan. Qattiqlik qilmasi kerak. Daraga, birovni ustidan sen kulmasin ham, sening ham ustingdan kuluvchilar bor. Mana biz non toparimizni remont qildik, yangi zapchasa qo'ydik. Xudo xolasa 10 yil miqqa xizmat qilaveradi. Biz bunaqa zapchasadan qo'ymaymiz. Toza zavod zapchasalaridan qo'ydik. Xizmat Qimmatidan. Ha, xizmat yo'qmi? Xizmat bo'lib qolsa aytasan. Xo'pda, Damasga zo'r bo'lyapti xizmat. Legenda endi. Banda. Xo'pda. Endi sizlar zapchas qo'yinglar ekanda. Sizlar Damas mininglar ekanda. Ey. Aka hozir ketamiz, xo'p? Hozir bitta odam olaylik. Aka zerikmas, bitta odam olaylik, ketamiz, xo'p? Arab saroy, Xon saroy. Armijon, Duldul, bitta odam ketamiz. Ovchin tanga topdi, o'pka 2 kishi yuramiz. Nima? 2 ta odam o'pka. Qishloqlaring nomi g'alati, o'pka. Aka, undan keyingi qishloqlar nomi vobshe g'alati. Nima? Oshqozon, yo'g'on ichak, shaftali qo'yak. Ota bobolarda shu nom bilan kelyapti. O'zlari ham bilmasa kerak tarixini. Qo'ying, g'alati. 2 ta odam ketamiz. O'ringdan ol, o'ringdan. Yemayman aka. Yemayman. O'zi bir marta yeb mazam qochib, ichim ketgan o'zim bilaman.
O'lay deb qolganman, boru. Bir hafta bansada yotib, zo'rg'a o'zimga kelganman. Ha, yana usta suv ichib qo'ymang aka. Bizni oshqozon Branirovning. Temirni ham hazm qilib olaman. Aka, faqat buni yuvib yeng-da. Hozirgilar dorini zo'ri bilan pishyapti-da. Aytdim-ku oshqozon Branirovning. Arabsaray, Armajon, Do'ldil, ikkita odam. Ya bitta odam. Cho'piraga haydang, to'ldik. Ana bizga kelin keldim. Bo'pti uka. Bo'pti, charchamang. To'liga 7 reys qilishim kerak bugun. Bo'pti. Zo'r bo'lyapti. Xo'p. Qovchin tanga topdi. O'pka. Ikki. Bu odam bir kunga 700 divizhiya qilmasa, uyga ham kirmaydi, uxlolmay ham chiqadi. Qovchin tanga topdi, o'pka. Ketamiz. Salafanda turibdi-yu, ishonchli original. Yap yangi. Bo'ldi aka. Mana 500 ming. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, kelib turing. Pochcha. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizimisiz? Olamlar yaxshimi? Nima qilibsiz, qay? Yuring-chi. Pochcha. Yaxshimisiz o'zi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Olamlar yaxshimi? Jiyanlar katta o'lyaptimi? Ha, o'zing yaxshi yuribsanmi? Bo'ladi. Nima qilyapsan bu yerda? Ha, ozgina ishim bor edi. O'zingizchi? Ha. Ozgina zapchas qidirib yurdim. Ha. Arzonroq joyni qidiryapman. Topa olmayapman. Ha. Qanaqa mashina o'zi? Oo, ko'rdingmi? Nexia 2. Legendami? Ha, legenda. Shu xotinga aytdim, shuni almashtirib tashlaylik, yangisini olaylik desam, otama bergan sovg'a deb qo'ymayapti. Endi ayollar shunaqa-da, pochcha. Agar mashinangiz Damas bo'lganda bormi? Suv tekinga ehtiyot qismlarini o'zim topib berardim. Qayerdan berardi? Ammo qayerda ishlashimni juda yaxshi bilasiz-ku, pochcha. Bizda faqat Damaslar-ku. Yangisini olamiz, eskisiga almashtiramiz. Eskisini ta'mirlab, yana joyiga qo'yib qo'yamiz. Bunaqa ish qilma, uka. Seni ishxonang jiddiy ishxona. Odamning taqdiri bilan o'ynash bo'ladimi? Ha? Agar shunday qiladigan bo'lsang, men aka-ukachilik yig'ishtirib tashlayman sen bilan. Pochcha, aka-ukachilik ne yig'ishtirasiz men bilan? Hozir hamma shunaqa ish qilyapti. Davlatga kamayib qolarmidi? Akang ham, ukang ham, pochcha qayni, luboyi. Hozir pul. Halgana o jo'rangiz bor. Teshadigan, Damasi bor. Ana o'sha meni jirni klientim bo'ladi, e'tiboringiz uchun. Tesha? Hali zapchaslari sendan oladimi? Ha? Xudodan qo'rqmaysizlarmi, ha? Qo'rqamiz, lekin soqqa ham qilamiz. Hey! Tesha? Tesha. Qayerdasan? Ha. Ke. Yaxshimisan, Jo'ra? Yaxshimisan? Sog'ing yaxshimi? Ahvoling yaxshimi? Kayfiyating yaxshimi? Ha, o'zing tinchmisan? Rahmat, tinchlikmi? Ha, nimaga? Bilib qo'y, men seni ogohlantirgani keldim. Nimaga? Ana u xotinimning urug'lari bilan ish qilayotgan ekansan. Arzon olyapman deb yana ko'pga tushib qolmagin, Jo'ra. Men seni ogohlantirib qo'yapman. Kim aytdi senga u gapni? Ixtiyor, aql bo'lmagan bitta sen qoluvdingda. Sening nima ishing bor? Kim aytdi senga bu gapni o'zi? Kim aytdi? Ha? Kim aytardi? Xotinimni ana u ishlaydigan bor-ku. Tursun qoluvdi o'zi aytdimi? Tursunni o'zi aytdi menga. O'zi aytdimi? O'zi aytdi. Menga nima farqi bor, Ixtiyor? Ularga ishlamasa, is kirsa, ular daryo spitsiyasi qilib tashlaydi.
zapchastlarni. Ularga yangi keladigan joy bor. Ularga yangisini beradi. Men mazza qilyapman. Mashinam yuryapti, tirikchiligim zo'r ketyapti. Ishim zo'r. Menga nima farqi bor? Shu gapni aytgan keldingmi? Shuni aytgani keldim. Yana bu gapni biron joyda og'zingni chiqib gullab qo'ymagin. Ehtiyot bo'l. Esing joydami? Xotinim urug'lari bo'lsa, xotinim eshitsa bilasan men nima qilay? Ye, Bilaman nima qiladi. Ha, bo'pti shu gapmi? men qara. Arzon olyapman deb ko'pga shu gunoh ish qilmay deyapman, jo'ra. Bo'pti, boshqa ishing yo'qmi? Boshqa ishim yo'q. Mayli, bo'ldi, boraver. O'zingga qara, jo'ra. Bo'pti, xayr, sog' bo'lgin. Sog' bo'l. Mayli. Dada. Dada. Ha? O'lib qolaman. Nima bo'ldi? Tur oğlum, tur. Ne demek? Tur. Nima o'ding? Bu yerdan chiqmay qolding. Nima o'ding sen o'zi? Sendan ko'rayotgan bo'lsa. O'lib qolaman. O'lmaysan. O'rik yedim, o'rik. O'rik? Nafsin qursin seni. Ustidan suv ichgan bo'lsang kerak-da, ha? Yur, ha, choypaga boraylik. Yur. Shoshmang. Yur. Ehtiyot bo'l. Bosh qo'ygan bo'lsang-da, avvalsa. Dada. Doktor chaqiring. Yo'q. Doktor chaqiring dada. Xo'p, chaqiraman. Doktor chaqiring dada, o'lib qolaman. Hali doktor. Inqillama, nima yeding o'zi? Doktor chaqiring, o'lib qolaman. Ey, nima yeding sen o'zi? Ha, nima yeding? O'rik yedim, o'rik. Ustidan suv ichgan bo'lsang kerak, ha? Ey, kalla. Qara, kap-katta yigit, aql kirmaydi senga, kap-katta yigit bo'lsang ham. O'rikni ustidan quluplar ustidan suv ichadimi? Esi yo'q. Har yozda shunday. Har pishiqchilikda shunday. Doktorlarni sen boqasan. Doktor chaqiring deydi. Doktorga telefon qilib bo'ladimi hozir? Kutib o'tirdi, kimda chiqib ketgan, kimda ichi og'rir ekan, borib bir ikki so'm pulni olamiz deb. Esi yo'q. Dada, gaplar yoqmayapti menga hozir. Doktor chaqiring, o'lib qolaman dedim-ku sizga. Doktor chaqiring. O'lmaysan, sabr qil. O'tib ketar. Hozir chaqiraman. Alo. Tez yordammi? Tez keling. O'g'ilchani mazasi bo'lmayapti. Isitma yo'q. Og'riq bormi? Yo'q. Bu yerda-chi? Ozgina. Sekinroq doktor, sekin. Raso qilasanmi yo'q? Nima bo'lgandi o'zi? Nima yegandi? Bilmasang, ertalab kirib ketgan mana shu uychasiga hech chiqmaydi, o'sha yerdan chiqmay. Mana hozir chiqdi. Ketyapti, ichi ketyapti, ham bu yoqdan ham qayt qilyapti. Nima yesa yegandir-da, oq qo'liga tushgan qaytarmaydi bu. Hammasini yeydi bu. O'rik yedim dada, o'rik. Ana. Ustidan suv ichib qo'ydim. Ana. Zo'r ish qilibsiz-da, bemor. Tushunarli hammasi. Bemorimiz zaharlangan. Hozir tez shifoxonaga olib bormasak bo'lmaydi. Yotib bir hafta 10 kun davolansa, otda o'lib ketadi. Bo'lmasa ahvoli og'irlashi mumkin. Bo'ldi, olib boramiz. Ketdik bo'lsa. Tur o'rniga. Qani, tura olasizmi? Skorini ham 2 soat o'tardik dada. Shu zapchastlari almashgan. Skori damas shu shekilli dada. Bekor qilgan ekanmiz, ha? Endi nima qilamiz? Taksida ketamiz, o'g'lim. O'lib qolaman. Yur. Yuring doktor. Doktor yur.
buyog'iga o'zim beraman. Yaxshimisan? Xudoga shukr, o'tib ketdi. O'lay dedim, dada. Yomon bo'ldi. Bundan keyin o'rik yesang, qulupni yesang, ustidan sovuq suv ichib bo'lmaydi. Tushundingmi? Endi toza yaxshi bo'lishing uchun doktor aytdi, nima yeyishingni, qotgan nima yeysan dedi. Keyin men yozib berdim, tabletkalar ichsin dedi. Bir hafta shu, hech narsa yemaysan. Yurganman. Yur. Kel, o'tir. Hozir xolang chiqsin. Hozir olib ketadi seni. Tezroq chaqiring. Yor, sen nima qilyapsan bu yerda? Kim bu? Bu senga aytgan o'sha Tursun Qorovul. Yo'ldan o'tayotgan ekan. Bir skorit Damas katta tezlikda ketayotgan ekan. To'g'rimiz ishlamay qopti. Urib yoribdi. Shunga kelding doktor emasmi? Shunga yordam berishni deb olib keldim. Pochcha nima bo'ldi? Hozir shoshmay tur, hozir. Iya. Tejaka sizmi? Qolgan pulni olib keldingizmi? O'zing bir ahvol sanib pul haqida gapirasan, ha? Yo'q. Zapchas kerakmi yana? Yo'q, sizdan zapchas kerak emas bizga. Tur, ana xolang ham kelyapti. Grupadagilar, hammalaring o'zingni Damasingni hammasini tekshiringlar. Motoridan tortib remenigacha, balonlarini ham tekshiringlar. Hamma joylarini bir qator tekshirib qo'yinglar. Tursun Qorovul bilan Jo'raqul Egri mashinalarni hamma zapchaslarni eskisiga almashtiribdi. Mana meni mashinam ham yo'lda qolib ketdi. Mashinamda o'rikdan zaharlangan bemor bor edi, ichib ketgan. U ham taksida ketdi kasalxonaga. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Bu ikkalasi til biriktirib, zapchaslarni almashtirib, soqqa qilib yuribdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Ko'plar meni yaxshi taniydi. Men siz bilgan o'sha tishaman. Ikki gapning biriga oshna. Tuxumda yana kulgu qo'shaman. Ergashib men dadamga doim kuldirishga beraman ko'mak. Hech ajratib bo'lmas bizlarni. Dadam tuvak, men esa sumak.